Assalomu alaykum. Men Charos Bahadirovna, nevrolog shifokor. Shu qabulimda eng ko'p uchraydigan holat, shu qabulimga kelishadida ko'pchilik bemorlar shu qon bosimi ko'tarilyapti, menga bitta kapelnitsa yozib bering, yo bo'lmasa qon bosimim ko'tarilyapti, menga bironta bir doimiy ichib yurishimga dori yozib bering degan savollarni ko'p berishadi. Nimagadir bizning xalqimizda osmon qo'l olish yaxshi ko'rishadi, juda ham aslida bu noto'g'ri. Mana shu har bir insonda qon bosimi ko'tarilyaptimi, avvalambor bu qon bosimi nimaga ko'tarilyapti? Buni sababini bilishimiz kerak. Nima sababdan qon bosimi ko'tarilyapti? Chunki qon bosimi ko'tarilishiga sabablar juda ham ko'p. Bulardan birinchisi bu stress, ya'ni shunaqa ayollar bor, doimiy stressda yuradi. Oilaviy muammolar, yana shunaqa ayollarimiz bor, bizda baribir o'zbekchilik, andisha ichidagi muammolarini nima etisha olmaydi. Yaqinlariga, hattoki ota-onasiga etishga ham andisha qilishadi va bunaqa ayollarda yashirin depressiyalar bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, mana shu insonlar uzoq vaqt stressda yurishi, zo'riqishi, ko'pchilik insonlarda mana shu ruhiy bosim, ruhiy zo'riqish, doimiy stresslar natijasida ham qon bosimi ko'tariladi. Ya'ni bu bemorlarda o'sha asabiylashganda qon tomirlarida torayishi, yurakni tez urib ketishi, xavotir va shuni natijasida ham qon bosimi ko'tarilish holatlari kuzatilishi mumkin. Bunaqa insonlar ko'pincha kuzatsangiz, gaplashsangiz uyqusi yaxshi bo'lmaydi. Ya'ni ular doim aytishadi, kechasi bilan doktor men uxlamayman, ertalab tongga yaqin uxlab qolaman deydi. Yo bo'lmasa kechqurun uxlaydida 2 da uyg'onib ketadi, 2 dan keyin tamom bo'ldi, uyqu yo'q. Shu bilan ertalab o'sha 6 gacha, 7 gacha uyqusizlik holatlari kuzatiladi. Albatta bunaqa holatda bizda organizmda kortizol gormonini ko'payib ketishi, melatonin gormonini yetishmovchiligi natijasida ham bizda shu oddiygina qon bosimi ko'tarilishi mumkin. Yana bir sababi bu noto'g'ri ovqatlanishimiz. Bizda ko'pchilik mana ovqatlanganda sho'r, ya'ni tuzni ko'p solib ovqatlanish yaxshi ko'rishadi. Buni natijasida natriy miqdori oshib ketadi va bu ham bizning qon bosimimizni ko'tarilishiga sabab bo'lishi mumkin. Ya'ni yana bir sabab bu ko'pincha hozir mana ayniqsa yoshlar orasida ko'proq fast food mahsulotlarini iste'mol qilishadi, energetiklar ichishadi, kofein saqlovchi mahsulotlarni ko'p qabul qilishadi va asosan kechqurun ovqatlanishadi va yotishadi. Bu ham bizning qon bosimimizni ko'tarilishiga sabab. Shunaqa yoshlar bor, ertalab ham, obedda ham, kechqurun ham kofesiz yashash olmaydi. Uje ularda qaramlik paydo bo'lgan. Buni natijasida organizm o'sha kofeinga qaramlik va organizmda suvsizlanish, buni o'zi ham bizning qon bosimimizni ko'tarilishiga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham men ko'pincha shu qabulimga kelgan o'sha bemorlarga aytaman, birinchi navbatda to'g'ri ovqatlanish, sog'lom turmush tarzi, vaqtida uxlash. Shunaqa holatlar bo'ladi. Bittagina mana shu stressni kamaytirib, uyquni yaxshilab, pitaniyani to'g'irlab, sportga berib ham hech qanaqa dorilarsiz qon bosimini tushirishimiz mumkin. Bunaqa holatlar ham praktikamizda ko'p bo'lgan. Hattoki ular xursand ham bo'lishadi, hech qanaqa kapelnitsa olishmaganidan, hech qanaqa tabletkaga o'tkazmaganimizdan, hattoki xursand bo'lib kelishadi. Chunki oddiygina mana shu turmush tarzini to'g'irlab ham biz qon bosimini tushirishimiz mumkin. Endi albatta bu qon bosimini ko'tarilishi bu faqatgina asab bilan bog'liq deya olmayman, chunki buni boshqa yana sabablari bor. Mana masalan, qon bosimi qachon yana ko'tariladi? Buyrakdagi turli muammolar, buyrak usti bezidagi turli xil kasalliklar, ya'ni aytamiz surunkali buyrak yetishmovchiligi deymiz. Mana bu holatlarda ham bo'lishi mumkin. Turli xil endokrin kasalliklar va organizmdagi gormonlarning o'ynashi. Ya'ni bunaqa masalan besabab qon bosimi ko'tarilayotgan bo'lsa, albatta bunaqa bemorlarni biza qon tahlili juda ham katta rol o'ynaydi. Ya'ni umumiy qon tahlili, qondagi gormonlar, TTG, T3, T4 va boshqa gormonlarni tekshirishimiz mumkin. Bundan tashqari doplerografiya, ya'ni ichki va tashqi uyqu arteriyalarini doplerografiya tekshiruvi. Chunki bizda shunaqa holat bo'ladi, qon tomirlarining yo'li yopilib qolgan, tromboz, bu holatlar ham bizning qon bosimimizga ta'sir qilishi mumkin. Shu uchun ham ko'pincha aytaman, bemorlarga qon bosimi ko'tarilayotgan bo'lsa, darrov yugurib borib kapelnitsa yoki biron bir dori sotib olmanglar. Oldin kasallik ko'rish kerak. Birinchi navbatda kasallik ko'rib, kasallik anamnezi to'g'ri yig'ilsa, uni davolash oson bo'ladi. Chunki to'g'ri bemorlarda to'g'ri anamnez yig'ish orqali biz to'g'ri tashxis qo'yishimiz va to'g'ri davolash va tekshiruvlarga yo'naltirishimiz mumkin. Ya'ni qaysi tekshiruv muhimligini aniq ayta olishimiz mumkin. Bundan tashqari yana qon bosimini ko'tarilishi ko'pincha irsiy bo'lishi ham mumkin. Bizda endi irsiy moyillik degan narsa bor. Shunaqa oilalar bor. Mana masalan keladi, ularda semizlik, ya'ni genetik moyillik bor-da shunga. Endi genetik moyillik bor, ular o'zi gaplashsangiz bemorlar bilan ular asli o'zi to'g'ri ovqatlanishmaydi. Birinchi navbatda asli to'g'ri ovqatlanmaydi.
betartib ovqatlanishadi. Ertalab ovqat yemaydi, lekin kuni bilan yuradi, kechqurun bir o'tirganda bir dunyo ovqatni bitta o'tirganda yeyishligi mumkin. Bu kechqurun albatta kuni bilan ovqat yemasdan kechqurun bir o'tirganda kun davomidagi ovqatni yeyishimiz ham bu bizani semizirishimizga, ya'ni ojireniyaga olib keladi. Semizlikni o'zi ham bir gipertoniyaga sabab bo'lishi mumkin. Yana bir sabab kam harakatsizlik. Ya'ni o'sha biz o'tirib ovqat yeymiz, ovqat yedik, все bo'ldi, yo televizor ko'rib yotadi, yo telefon o'ynaymiz, hech qanaqa harakat yo'q. Hattoki shunaqa bemorlik keladi, bir oyda bir marta ham sport bilan shug'ullanishmaydi. Albatta bu noto'g'ri narsa. Men o'shaning uchun ko'pincha qabulimga kelgan bemorlarga aytaman, har doim sport. Har kuni hech bo'lmasa kechqurun yotishdan oldin 5000 qadam yurib kelinglar, hech bo'lmasa. Yurishga sharoiting bo'lmasa, deyman, shunaqa ayollar keladi, menga ruxsat yo'q, ko'chaga chiqarishmaydi, kun davomida uydaman. Hech bo'lmasa uyda bitta muzika qo'yganda o'ynagin. Hech bo'lmasa uyda bir hovlida tursang, bir 15-20 krug qilgin, harakat qilgin degan maslahatlarni beraman. Endi sport deganimda, masalan, davleniyasi o'zi 180, 200 ga qarab turibdi, lekin bu kasal borib chiqib sport bilan shug'ullanishi mumkin emas. Albatta, bunaqa paytda davleniyani tushirish uchun birinchi yordam qilinadi. Shu uchun ham aytamizda, birinchi yordam qilinadi va shifokorga borish kerak. Shifokor o'zi tekshiruv xulosalaridan, kasalni anamnezidan, haligi diagnostik tekshiruv xulosalarini qarab turib, keyingina bemorga hattoki qaysi sport turi mumkinligini ham o'sha shifokor tavsiya beradi. Bemorlar kelishadi. Ko'pincha yosh katta o'sha davleniya bilan keladigan bemorlarni asosiy qismiga ahamiyat bersangiz, semizlik bo'ladi, noto'g'ri ovqatlanish bo'ladi, hech qanaqa sport bilan shug'ullanishmaydi va ovqatlanganda tuzli mahsulotlarni ko'p iste'mol qilishadi va uyqusizlik, kechqurun uxlashmaydi, doimiy stress, oilaviy muammolar, hali bolasini o'ylaydi, hali nevarasini o'ylaydi, bir pas gaplashsangiz yig'lab ham berishadi, ozginadan keyin butun dardini aytishadi. Albatta bu holat hammasi bizani qon bosimimizga ko'tarilishiga sabab bo'lishi mumkin. Yana bir marta ta'kidlab aytaman, qon bosimini kapelnitsa olib tushirishdan oldin albatta o'sha shifokorga murojaat qilishingiz va kerakli tekshiruvlardan, kerakli laborator qon tahlillarini topshirishingiz lozim. Yana bir marta ta'kidlayman, agarda sizda qon bosimi ko'tarilayotgan bo'lsa, turli xil osmalar olishdan oldin avvalambor shifokorga murojaat qilishingiz va sizdan to'g'ri anamnez yig'ilishi, undan keyin kerakli laborator tekshiruvlar, kerakli diagnostik tekshiruvlar o'tkaziladi va undan keyingina sizga davolash muolajalari tavsiya qilinadi.